Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram aziz jamoatul muslimin, hurmatli otaxonlar va ko'kalar, sizlarni bugun yana sog' omon ko'rib turganligimdan Allohga shukronalar aytaman. Alloh azza va jalla hammalarimizni salomat qilsin, iymonimizni salomat qilsin. Alloh va uning rasuliga bo'lgan muhabbati, sadoqatimizni ziyoda qilsin. Rasulimiz alayhissalom bir kuni o'tiruvdilar, hujralarni oldilarida Jabroil alayhissalom keldilar. Jabroil alayhissalom kelib payg'ambarimiz alayhissalomga salom aytarkan, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam dedilar. Alloh sizga salom aytadi. Iqra'ukas salam. Va hozir uyingizda turgan Hadicha binti Huvaylidga ham mana nomimdan salom ayting. Va Hadicha binti Huvaylidga ham Alloh salom aytadi dedi. Azizlar, bir tasavvuringizga keltirib ko'ring bu narsani. Alloh azza va jalla salom aytib yuborishligini. Bu masalani qanchalik darajada bu muhabbatda buni qabul qilishlik uchun qancha insonning yuragida bardosh bo'lishi kerak. Hozir birortamizga agar shu xabar bo'lsa, inson toqati juda qiyin buni ko'tarish. Bu baxtdir. Payg'ambarimiz alayhisalom kirdilar. Hadicha onamizni oldilariga kirib, "Ey Hadicha" dedilar. Ehtiyotini qilib aytibdilar haligi. Ba'zan odamlarga bir yangilikda aytganda ko'tarishlari qiyin-ku. Hadicha, hozir Jabroil amin alayhissalom farishta keldilar va sizga salom aytdi dedi. Hadicha onamiz alik oldilar. Alayhissalom xursand bo'ldilar. Uni orqasidan sekin aytibdilar-da. Yana Jabroil alayhissalom aytdiki, Alloh azza va jalla ham sizga salom aytibdi dedi. Hadicha onamiz yig'lab oldilar. Yig'lab turib, endi haligi salomga javob qaytarish kerak. Assalomu alaykum desa, va alaykum assalom deymiz. Assalomu alaykum degani sizga tinchlik bo'lsin degan. Allohning salomi bo'lsin, Allohning tinchligi bo'lsin. Bu javobni Allohga qilib bo'lmaydi. Alloh azza va jalla o'zi salom. Ismlardan biri salom. O'zi tinchlik beradigan zot. Hech qanday xavf yo'q. Qanday unaqa javob qaytadi? Hadicha onamizga Alloh ilhom berdi-da, Hadicha onamiz bu salomni eshitganlardan keyin Allohumma antas salam va minkas salam va ilayka yarji'us salam tabarakta va ta'alayta ya dal jalali val ikrom dedilar. Mana shuni biz har doim namozdan keyin shu duoni qilamiz. Har doim kim imomlikka o'tsa, salom bergandan keyin shu duoni qiladi. Mana shu Hadicha onamizning javoblari ekan. Bu degani Allohumma antas salam, ya Rabbi, seni o'zing salomsan. Va minkas salam, va salom ham sendan. Ya'ni tinchlik ham o'sha salomlik barakoti ham sendan. Va ilayka yarji'us salam, va hamma salomlar senga qaytadi. Tabarakta, va sen ulug' zotsan. Albatta sen ikromlik va mukarramlik egasisan. Jalollik egasisan. Zul jalali va ikrom. Mana shuni aytib yig'ladilar. Ya'ni bu salomni qanchalik darajada qabul qilinishligi. Endi men buni aytayotganim azizlar, men hozir sizga Alloh taolo salom aytadi degan narsani ayta olmayman. Lekin agar toqatingiz ko'tarsa, ko'zingiz yoshlansa, Payg'ambarimiz alayhissalom sizga salom aytishligini aytishi mumkin. Qanday qilib? Rasulimiz alayhissalomda hadislari bor ekan. Kim agar menga salovat aytsa, qasam bilan aytadi. Qasam aytamanki, agar kim menga bitta salom aytsa, men albatta unga javob qaytaraman deganlar. Yana bir hadislarda man solla alayya salatan wahida, kim menga bir marta salovat aytsa, sallallohu alayhi 10 salovat. O'sha bandaga Alloh taolo 10 ta salovat aytadi degan.
Ya'ni 10 ta Alloh salovat degani Allohdan bo'lsa rahmat degani. Ya'ni 10 ta Alloh rahmatini yuborar ekan. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Ana shuning uchun azizlar, siz qancha ko'p payg'ambarimiz alayhissalomga salovat va salom aytsangiz, Rasulimiz alayhissalatu vasallamdan shuncha javob qabul qilasiz va Alloh haq azza va jalladan mana shuncha barakot, rahmat yog'adi. Salovatni ko'proq aytamiz. Nima uchun azizlar? Chunki salovat ko'p aytishligimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatimizni ziyoda qiladi. Arablarda bir odat bor ekan, men Arabistonda safarida ko'rganman. Bir marta emas, bir nechta joyda shu narsani guvohi bo'lganman. Agar ikkita arab aytaylik yo'lda bir mashinasi bir-biriga turtilib ketadimi yoki ba'zi bir munozara bo'lib tortishib qoladimi, shu holatda urushib ketsa, o'rtada ajratayotgan odam unday qilmang deb, bizda ajratganimiz shunaqa deymiz, qo'yinglar endi unday qilmanglar, uyat bo'ladi, ayb bo'ladi deb ajratamiz. Lekin ular buni qilmas ekan. Ikkalalarini ajratayotganda solli ala Muhammad, solli ala Muhammad deb ajratar ekan. Payg'ambarimiz alayhissalatu vasallamda ismini eshitgan odam salovat aytmay iloji yo'q. Haligilar baqiryapti, ikkitasi urushyapti, bir-birini haqorat qilib urushyapti, bittasi oldiga kirdi-da, solli ala Muhammad dedi. Nariga eshitgan odam Allohumma solli ala Muhammad debdi. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga araz qila olmaydi-ku. Ismlarini eshitishiga Allohumma solli ala deb aytishiga odamni jahli tushar ekan azizlar. Qarang salovatni. Shuning uchun bizi xalqimizda buni maqol qilib o'tgan ishga salovat deydi. Bir narsadan xafa bo'lib ketsangiz, eskilar aytadiki, kattalarimiz, bo'pti xafa bo'lmang, o'tgan ishga salovat. Ya'ni salovat aytsangiz inson sovur ekan. Jahli chiqib ketganda, bir narsadan juda g'azablanib ketganda buni bir sinab ko'ring-da. Juda ham jahl bo'lib ketganda Allohumma solli ala sayyidina Muhammad deng, shu zahoti jahlingiz ketadi. Bir ajib bir xislat bor ekan. O'shuning uchun men ko'rdim arablarda 3 marta, 4 marta shu ajratishda solli ala Muhammad, solli ala Muhammad deb ikki tomonga aytuvdi, haliga aytib to'xtab qoldi urushlardan. Malish deb bir-biriga kechirim so'rab ketishganini men ko'rdim. Keyin o'ylab qarab surishtirsam, bilsam, mana shu juda bir ajib odat ekan. Nima uchun? Chunki o'sha salovat aytganda insonda ham jahldan tushar ekan. Salovat aytganda muhabbati ziyoda bo'lar ekan. Salovat aytganda unga muhabbat va sadoqat ziyoda bo'lar ekan. Rivoyatlarda aytadi, bir ulug' zotlardan birlari Ka'batullohni tavof qilib yursa, bir yigit, bir yosh yigit Ka'bani aylanib to'xtamasdan salovat aytayapti ekan. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad va ala ali sayyidina Muhammad. Nima qilsa, yursa, tursa faqat salovat aytaverar ekan. Saida ham salovat aytaverar ekan, boshqa joyda ham. Lekin zot, shayx, ulug' zot hali yigitni chaqirib, "Sen boshqa duo bilmaysanmi?" dedi. Ko'pincha o'zi har birini duolari bor bilasiz. Robbana atina fid dunya hasanana aytiladi, Saida ham aytiladigan duolar, lekin faqat u salovat aytadi. Keyin haligi yigit aytibdiki, "Men tavofni qilib olgandan keyin sizga aytib beray. Tavofni qilib olgandan keyin bilaman boshqa duolarni. Lekin men bir voqeani guvohi bo'ldim. Aslida hajga otam bilan birga kelayotgandim. Otam birga edilar. Bir joyga kelganda otam betob bo'lib qoldilar. Kechqurunda otam qazo qilib dunyodan o'tib qoldilar. Boshlarida yig'lab o'tirdim, yaxshi niyat bilan ota bola hajga kelgan edik. Bir payt yarim tunda qarasam, xoh ishoning, xoh ishonmang deydi hali yigit aytayapti. Otamning yuzi shu qadar xuniklashib ketdiki, shu qadar odamlar ko'rsa qo'rqadigan bir darajaga kelib qoldi. Odam ko'rsa qo'rqib ketadigan holatga aylanib qoldi yuzlari. Shunday bir g'alati bo'lib ketdi, bir mahluqqa aylangandek bo'lib ketdi. Qo'rqib ketdim, xijolat bo'ldim. Nima qilaman endi? Ertaman otamni dafn qilishlikda yuvib kafanlashga odamlarni chaqirsam yana noqulay, kechqurun bir narsa qilib eplab o'zim ko'mamanmi deb deydi, juda xijolat bo'lib qoldim deydi. Otamni bunaqa holatda ko'rib, otamni yuzini berkitib qo'yib, yig'lab uxlab qolibman deydi. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam kelibdilar deydi.
kelib, nimaga yig'layapsan, nima bo'ldi deb so'radi deydi tushida. Bilasizlarki, Rasulimiz alayhisolatu vasallam kimni tushiga kirsa, bu haq tush bo'ladi. Chunki shayton payg'ambarimiz alayhisolamning ko'rinishiga kira olmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari aytganlar, kimni men tushiga kirsam, demak men haqiqatda kiribman, chunki shayton meni tushimga kira olmaydi deganlar. Haligi tushlariga kirib payg'ambarimiz alayhisalom oldiga kelib, hali yigitga nega yig'layapsan desa, qarasa turibdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Otam shunaqa yuzi shuncha xunuk bo'lib ketdi. Juda ham xijolatman, endi hozir odamlarga nima deyman deb yig'lab o'tiribman degan ekan, yuzini och debdi. Yuzini ochgan ekan, qo'llari bilan silab qo'ygan ekanlar. 15 kundek oydek charog'on bo'lib ketibdi. Haligi yigit hayron bo'lib, buni siri nimada degan ekan, otang juda odamlarni ko'p g'iybat ig'vo qiladigan edi. Ko'p gunohkor, ko'p gunohlar qilgan edi. Lekin bitta jihati bor ediki, otangdaqa menga ko'p salovat aytadigan yo'q edi. Menga otangdaqa boshqa salovat ko'p aytadigan yo'q, shuning uchun debdilar. Hatto shafoat qildilarda bundoq qilib aytsak bu dunyoda. Hali yigit aytayaptiki, mana shunaqa deb ketdilar, uyg'onib ketdim, cho'chib uyg'ondim. Otamning yuzini ochsam, otam haqiqatda ham chiroyli bo'lib qolgan ekan. Shundan beri meni og'zimdan salovat tushmayapti degan ekanlar. Haqiqatda ham azizlar, ko'proq salovat aytishimiz kerak. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Eng zo'r salovat mana shu namozdagi salovatimiz. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad mana va Allohumma solli ala Muhammad kama sollayta ala Ibrohim va ala ali Ibrohim bor. O'shini aytamiz. Allohumma barik ala Muhammad va ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Mana shu salovatni Rasulimiz alayhisalom ko'p tavsiya qilganligi uchun namozda ham o'qiymiz-da. Ko'p aytaverish kerak. Salovatni ko'p aytishimiz kerak va mana shu salovat aytishlik bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatimizni ziyoda qilishimiz kerak. Muhabbat azizlar, iymonimizning komilligini bir belgisi. Bu zarur narsa, chunki payg'ambarimiz alayhi salatu va sallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi va waladihi va min jami'in nas deganlar. Sizlar meni ota-onangizdan ham ko'ra, shirindan shakar farzandlaringizdan ham ko'ra, butun insoniyatdan ko'ra ko'proq sevmas ekansiz, iymoningiz mukammal bo'lmaydi deganlar. Shunaqa darajada sevish kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga oddiygina muhabbat qilib bo'lmaydi. Muhabbat degani nima degani? U zotni ko'rsatmasiga muvofiq hayot kechirish degani. Agarki biz payg'ambarimiz alayhissalomni aytganidaqa yashaydigan bo'lsak, u zotni ko'rsatmasidaqa yashayapman deydigan bo'lsak, bugunlik kunda birortamizni darvozamizda qulib bo'lmaslik kerak edi azizlar. Birortamizda bir-birimizni sha'nimizga g'iybat ig'vo bo'lmaslik kerak edi. Birortamiz bitta katta yoshlik odamga behurmatlik qilmasligimiz kerak edi. Chunki Rasulimiz alayhisalom hamma narsaga aytib qo'ydilar. Faqatgina afsuski biz tilimizda sevaman deb qo'yishligimiz uchun biz ko'p muammolarga duchor bo'lyapmiz. Aytganlarini hayotga tatbiq qilishni o'rganishimiz kerak. Ana o'shanda biz haqiqiy muhabbat qilgan bo'lamiz. Shunday ekan azizlar, u zotga salovatni ko'paytiraylik. Ko'p salovat aytaylik. Muhabbatimiz ziyoda bo'lsin. Va o'sha muhabbatimizga yarasha amal qilaylik azizlar. Hayotimizni u zotni ko'rsatmasiga muvofiq qilaylikki, shafoatlariga loyiq bo'laylik. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz jamoat, muhtaram otaxonlar, aka-ukalar, yana siz bilan bizni bugungi kechaga muvofiq qilgan Allohga shukronalar aytamiz. Bizlarga bugunlik hayotni ato qilgan Alloh subhanahu va taologa shukronalar aytamiz. Ilohim bugungi qilgan ibodatlarimiz qabul, gunohlarimiz mag'fur bo'lsin. Avval bir narsani so'ramoqchiman. Kimni hozirgi kunda otasi hayot bo'lsa bir qo'llarini ko'tarsinlar. Alhamdulillah. Shuncha baxtli odam bor ekan. Hozir otasi yo'qlar qo'lini ko'tarsin degani xijolat bo'ldi. Lekin men bugun qo'llarini ko'tarib otasi bormi deb so'raganlarimga aytmoqchiman. Azizlar,
otaning haqqi, otaning mehri onanikidan kam emas. Buni ota bo'lganda bilasiz ekan. Bolangiz bemor bo'lganda sezasiz ekan. Bolalaringiz ochlikdan bir oz qiynalganda otangizni eslaysiz ekan. Ota bo'lishlik og'ir mashaqqat ekanini inson ota bo'lganda biladi. Bu yerda o'tirgan otalar o'tiribsiz. Ham otasi borlar, ham o'zi otalar. Ko'ningizni ko'tarish uchun bir hadis aytaman. Rasulimiz alayhi salatu vassalam ota haqida bir ajib hadis aytgan ekanlar. Al-validu, ota dedilar. Absatu abvabil janna. Jannatning eshiklarining o'rtadagi eshigi dedilar. Jannatda eng oliy darajadagi eshik avsat o'rtasi. Otani mana shu o'rta eshikka qiyoslayaptilar payg'ambarimiz alayhisalom. Aytdilarki, xohlasang uni ochib kirib ol, xohlasang zoya qil, ya'ni yuzingga qarshi yopib ol. Otangiz bormi deganda ko'targan qo'llaringiz bilan o'sha jannat darvozasini ochib oling. Ota shunday ulug' zot ekan azizlar. Bolasi uchun jonini berar ekan. Men buni aytishligimga sabab Jabir ibn Abdulloh degan bir sahobadan rivoyat qilingan bir hadis bor. Hadis sahih. Ammo qissalarini ba'zilar u hadisga taalluqli emas deganlari bor, lekin bir ajib qissa bilan keltirilgan. Payg'ambarimiz alayhisalom davrlarida rivoyat qilyaptilar, Jabir radhiyallohu anhu. Bir yigit kelib payg'ambarimiz alayhisalomga otasidan shikoyat qildi. Ajablanmang azizlar, bizni diniy idoramizga bir oyda bir marta bo'lsa ham otadan shikoyat qilishlar keladigan bo'lib qoldi. Otasidan shikoyat qilib Rasulimiz alayhisalomning oldilariga bordilar. Shikoyatini qarang, aytdilarki, kelgan yigit, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, otam meni topib kelgan hamma molimni ishlatib yuboryapti" dedi. Butun moli dunyoyimni ishlatib yuboryapti. Bunga haqqi bormi dedi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, otangni chaqirib kel. Borib otasini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chaqiryapti deganlarida ota bechora bildiki, uni haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shikoyat qilibdi. Endi bir tasavvur qiling-ya. Butun dunyolarga rahmat bo'lib kelgan payg'ambar alayhisalomga o'z o'g'li bo'lib otasini ustidan shikoyat qilishlik. Qanchalik darajada og'ir ota uchun. Otasi o'g'liga "Sen ketaver, men orqangdan boraman" dedi-da, orqasidan ketyapti. O'zlari shoir, tabiat inson bo'lgan ekanlar. Bolasini orqasidan ketayotib, ichida bolasidan shu darajada ranjiganidan o'g'lidan ranjib bir she'r yozib yoribdi. She'rni tiliga ham chiqarmagan, baribir bolasini ehtiyot qilib. Faqat dilidan o'tkazibdi, qalbidan o'tkazibdi. Ayni shu paytda Jabroil alayhisalom payg'ambarimiz alayhisalomga tushib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, sizga Alloh taolo salom aytadi. Hozir sizni oldingizga bir mo'ysafid odam kelyapti. Shunga ayting, san ichingda kelgan ammo tilingga chiqarmagan narsani aytib ber" deb so'raysiz dedilar. Haligi odam keldi, o'g'li turibdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam undan, "O'g'lingni shikoyat qilyapti, butun moli topgan pullarini, dunyosini ishlatib yuborasan ekan-a" dedi. Ota aytdiki, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, o'g'limdan so'rangchi, birortasini o'zimga ishlatdimmikin? Ishlatgan bo'lsam opa singlisiga, amma xolasiga ishlatdim" dedi. Bu gapni gapirayotib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Ey" dedi, dedi laqchada, ya'ni "Da'di, to'xta" dedilar. "Qo'y buni" dedilar. "Qo'y bu gaplarni. Sen hozir kelayotganingda ichingda aytib tilingga chiqarmagan bir narsa bor ekan, shuni aytib ber" dedi. Haligi ota hayron qoldi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga yana bir karra iymon keltirib, "Siz haqiqiy Rasululloh ekansiz. Axir buni men tilimga ham keltirmadim, qalbimdan o'tdi. Qayerdan bildingiz?" "Menga bildirildi. O'sha ichingdan o'tgan narsani aytib ber" deganda, haligi odam she'r o'qib berdi. "Men sizlarga shu she'rni o'qib, o'sha tarjimasini aytib berishni xohladim." Haligi odam xafa bo'lib kelyapti, yo'lda ichida mana shu she'rni yozdi. Bolasi yoshligida ko'p kasal bo'lgan chog'i shuni esladi. She'rni qarang.
غدوتك مولودا وعلتك يافعا. Boqdim seni jon bolam, qalbim sururga to'lib. Quvonchga to'ldi olam, ulg'ayding yigit bo'lib. Bo'ldim kechalar bedor, senga yetganda alam. Tanda qolmadi mador, yetdi ko'klarga nolam. Go'yo edim men bemor, boshga yog'ilib toshlar. Qalbimga to'ldi ozor, ko'zdan to'kildi yoshlar. Firoq meni qo'rqitdi, chang solib senga o'lim. Dardlar meni yiqitdi, ming titroq tutdi qo'lim. O'sting bo'lib alp o'g'lon, kamolga yetib asta. So'zlaringdan yurak qon, bo'ldim-ku bolam xasta. Qilding menga qo'pollik, qalbimga berib ozor. Ko'zlarimga boqding tik, mahzunlik bo'ldi hazor. Otamanmi, o'g'ilmi, bo'lib qoldim men hayron. G'amga to'ldirding dilni, yurakni qilib vayron. Aqli yo'q, nodon deding, shuni sendan ko'rganim. Kuchsiz bir ojiz deding, ustimdan kuldi g'anim. Netay menga dilbandsan, qilgum senga yaxshilik. Axir menga farzandsan, yuz burmayman dushmandek. Mana shu she'rni o'qib berdilar. Payg'ambarimiz alayhisalom yig'ladilar. Haligi yigitni shundoq ushladida Rasulimiz alayhisalom anta va maluka li abik dedi. Mana shu hadis sahih hadis azizlar. Anta va maluka li abik. Sen ham moli dunyoing ham otang uchun dedi. Otayniki, sen ham moli dunyoing ham dedi. Hamma narsang otang uchun, shuni bilib qo'y dedi. Bizi hamma borligimiz ota uchun azizlar. Yoshlar o'tiribsiz. Sizni boqishlik uchun otangiz ne kuylarga tushganini yana aytaman, ota bo'lib bir bolangizni boqqanda bilasiz. Ota g'animat ekan azizlar. Otalarimiz o'tib ketdi qanchalar. Qanchasi o'tib ketdi. Hozir topolmayapti. Qancha davlati bor insonlar bor. Qancha puli dunyosi bor. Yig'lab yuribdilar otasini topolmasdan suratiga qarab. Ammo bugun otasi borlar qachon otani oxirgi marta ziyorat qilganini unutdilar. Azizlar, ona qalbi musaffo, ona ajib. Ona yaxshi ko'rishini bildiradi bolasiga. O'padi, peshonasidan silaydi, erkalatadi. Ammo otamiz ekanda biz ba'zan qahri qattiqqa o'xshab turar ekan-u, ammo lekin onadan kam yaxshi ko'rmas ekan. Yaqinda bir ota keldi. Men buni topishimga sabab azizlar, hayron bo'lmang. Bu hadisda bu she'rni aytishimga sabab meni oldimga bir ota kelib aytayapti, domla, bolamni buyragi yo'q. Kasal, buyrak olish kerak, almashtirish kerak. Donorga pulim yo'q. Men o'zimni bermoqchiman buyragimni. Ammo doktorlar siz jarrohlikdan chiqmaysiz. O'g'lingizga buyrakni olib beramiz, ammo siz turmaysiz deyapti. Kasalingiz og'ir, o'zingiz ko'tara olmaysiz amaliyot. Lekin men roziman. O'g'lim yashasinda men buyragimni o'g'limga bersam, sizni oldingizga kelganim, men o'z joniga qasd qilgan bo'lib qolmaymanmi u dunyoda deyapti. O'limni o'ylamayapti azizlar. Allohning huzurida gunohkor bo'lib qolmaymanmi? Ammo aslo o'limdan qo'rqmayman. Mana shu bolam yashasin, men beray mana shu buyragimni. Ammo qiyomatda men o'zini o'ldirganlardan bo'lib qo'yim. Men yig'ladim azizlar, javob topa olmadim. Men aytdim, o'zini o'zi o'ldirgan bo'lib qoladi desam, bolasi turibdi. Yo'q deya olishdi ham, ha deyishdi ham bilmadim. Faqat yig'lab haqqiga duo qildimda, balkim yoshroq boshqasini toping, o'zingizni ehtiyot qiling degan gapdan u yog'iga o'ta olmadim. O'sha kundan beri ichimda shu g'alayon yuribdi. Nahot otalar shunchalik bo'ladi. Shunchalik bo'ladi ota bolasi uchun jonini ham beradi degani shular ekanda. Ammo afsuski hozir ko'p yoshlar mana shu g'animat otani
qadriga yetmayapti. Ish bilan ovora bo'lib, ziyoratidan ham uzoqlashib qolyapmiz. Ayniqsa boshqa viloyatda yashaydi, boshqa joylarda yashaydi. Telefon qilib, "A, bolam yaxshimisan?" deb qo'yganidan keyin bilingki, otangiz o'sha kuni uxlamaydi. Uxlamaydi sizni sog'inib. Ukam o'tiribdi yonlarida, akam o'tiribdi deysiz. Lekin har gulning hidi bor. Ota hamma bolasini sog'inadi. Boring birodar otangizni oldiga. Yuzlariga qarang, ajin tushgan. Sochlariga qarang, oq oralangan. Ertaga u dunyoda otamiz biz uchun o'zini fido qilganligini aytganda xijolat bo'lib qolmaylik. Bizni boqamiz deb shuncha holatga keldi deb. Shuning uchun hozir g'animat azizlarim. Biz topa olmayapmiz otamizni. İçimizde otasi o'tganlar o'tiribdi yig'lab. Hozir bo'lganda edi qo'llarini o'pardim deyapti. Yuzlarini silab qo'yar edim. Otam meni deb qaddi bukilgan edi. Otam meni deb sochlari oqargan edi. Men o'zim endi ota bo'lib buni bilyapman deb o'tiribmiz azizlarim. Bugun otasi hayotlar. Bugun uyida jannat darvozasi borlar. U darvozadan kiring. Kirib oling u darvozadan. Ertaga topolmay qolasiz. Alloh azza va jalla o'tgan otalarimizni rahmat qilsin. Hayot bo'lib turganlarni salomat qilsin. Bugun bu yerda qancha darvozalar turibdi ekan, jannat darvozalari. Azizlarim, siz otalar hammalaringiz jannatning o'rta darvozasisiz. Mana shu maqomga rozi bo'lib ota bo'ldingiz. Farzandlaringiz bu darvozani ochib kirib olsin. Dunyoda eng katta baxt ya Rabbi, otani qo'lini ushlab Ka'ba oldida duosini olish. Eng katta baxtki, otani yelkasida ko'tarib yurib taof qildirish. Alloh bugun otam bor deb qo'lini ko'targan mana shu qo'llar Ka'bada otasini ushlasin. Bugun otam bor deb xursand bo'lgan mana shu yigitlarimiz Arofatda otalarining duosini olsin. Bugun otam bo'lganda xizmat qilardim degan azizlarimiz Arofatda otamizni haqqiga duo qilish nasib qilsin. Farzandlarimiz bizni rozi qiladigan farzandlardan bo'lsin. Allohumma ya Rabbi yassir va la tu'assir va tammim bil khayr ya Rabbil alamin. Innaka ala kulli shay'in qodir va bi ijabati da'vatina jadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allohu akbar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram aziz jamoatul muslimin, hurmatli otaxonlar va ukalar, Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolarimiz bo'lsin. Alloh azza va jalla siz va bizlarni bugun namoz o'qib yana birga duo qilishlik vaqtiga musharraf qilib turibdi. Albatta qo'limizdan kelganicha vaqtimiz bo'lganda sizlar bilan suhbat qilib turibmiz. Kamchiliklarni Alloh o'zi kechirsin. Kamchiliklarini Allohning o'zi to'ldirsin. Albatta bu aytilayotgan, gapirilayotgan suhbatlarni yaxshiligi, yutug'i bu shariatdan, kamchiligi bizdan bo'ladi. Alloh o'zi hammamizni kechirsin, hidoyatga solsin. Imom Termiziy, Imom Muslim hadislarda rivoyat qilgan bir hadis bor. Imom Termiziyda ham keladi, Sahih Muslimda ham keladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan yoki Anas radhiyallohu anhu va g'ayruhu va ulardan boshqalardan ham rivoyat qilingan bir hadis bor. Aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kunlardan bir kun mana shu siz azizlar o'tirgani kabi sahobalar o'tirgan edi. Rasululloh alayhisalom mana bunday minbarga chiqayotdilar. Sa'id al-minbar deydilar. Minbarga chiqdilarda birinchisiga chiqqandan keyin to'xtab qoldilarda, "Thumma qala amin." Keyin amin dedilar. Keyin yana ikkinchisiga chiqdilar. Yana to'xtadilar, yana amin dedilar. Va uchinchisiga chiqdilar. "Thumma qala amin." Thumma stawa va jalasa. Keyin o'girildilar va o'tirdilar. Uchinchi marta yana amin dedilar.
Sahoba-i kiromlar payg'ambarimiz alayhissalomni har bir harakatlarini kuzatardilar. Agar qachon ular uchun doimiy qilinmagan bir ish bo'lsa savol berardilar. Ko'rdilarki, bu ish avval bo'lmagan. Nega endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam doim minbarga indamasdan chiqardilar, bu safar to'xtab yana har to'xtaganda amin amin deb chiqdilar. So'radilar sahobalar: "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, nega 3 marta amin amin deb chiqdingiz minbarga? Avval bu narsani ko'rmagan edik-ku" dedilar. Ular kutmagan gapni aytdilar. Atani Jibroil alayhissalom dedilar. Men minbarga chiqayotganda Jibroil alayhissalom farishta keldilar. Har bir darajatga chiqqanda, har bir bahonaga chiqqanda u zot bittadan duo qildilar va menga qul amin dedilar. Amin degin dedilar, men amin dedim. Har biriga Jibroil alayhissalom duo qildilar va payg'ambarimiz alayhissalom amin dedilar. Jibroil alayhissalom farishtalarning eng ulug'i. Qancha payg'ambar alayhissalomlar kelgan bo'lsa, hammasiga vahiyni Jibril alayhissalom olib kelganlar. Eng ulug' farishta. Mana shu zot duo qildilar. Duolari qabul bo'ladigan, butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan zot payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam Jibroil alayhissalomning duolariga amin dedilar. Amin degani ostajib duoahu deganida, duosini qabul qil degani. Amin degani duosini qabul qil degani. Jibroil alayhissalomning duolariga payg'ambarimiz alayhissalom qo'shilib duosini qabul qil yo Rabbi deyapti. Mana o'ylaymanki, biror bir musulmon yo'qki, mana shu duoni mustajabligiga gumonda bo'lsa. Sizda gumon bormi? Yo'q. Bizda yo'q, hech kimimizda gumon yo'q. Hammamiz aytamizki, bularning duosi demak shubhasiz qabul. Xo'p, buyuk zotlarning duosi qabuliyatiga hozir siz azizlar Imom Muslimda, Imom Termiziyda kelgan sahih hadis ekan. Mana shunday ulug' hadis ekan, ulug' zotlar aytgan ekan. Amin deganlikni Rasululloh tasdiqlayaptilar, aytibdilar, duo qilibdilar. Bu shubhasiz qabul deb turganingizdan keyin bu duoni nimaligini bilib turib, mana shunga yarasha amal qilishni Allohdan so'rab turing. Rasulimiz alayhisalom aytibdilar. Nima deb duo qildilar? Jibroil alayhisalom deganlarida, birinchi darajatga chiqqanlarida Jibroil alayhisalom aytibdilarki, "Raghima anfu rajulin" yoki ikkinchi rivoyatda "Raghima anfu mri'in" burni yerga ishqalanib ketsin. Bu iborani o'zbekchasiga aytsak, xor bo'lib ketsin degan ma'no chiqadi. Xor bo'lib ketsin, zor bo'lib ketsin. Shunday kishiki, idza zukirta indahu falam yusalli alayk. Sizni nomingiz uning oldida zikr qilinsa-yu, u sizga salovat aytmasa, bunaqa insonni burni yerga ishqalanib ketsin deganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amin dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalomning nomini eshitganda har qanday musulmon hech bo'lmasa alayhissalom desin azizlar. Sallallohu alayhi vasallam desin. Chunki Alloh Qur'oni Karimda ham bunga amr qildi. Sa'izu billah innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabi ya ayyuhalladina amanu sallu alayhi va sallimu taslima dedi. Alloh buyuryapti. Albatta Alloh va farishtalar payg'ambar alayhissalomga salovat aytadi. Ey mu'minlar, sizlar ham u zotga salovat salom aytinglar deyapti Alloh taolo. Demak, payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamning nomini eshitganda, u zot zikr qilinganda albatta salovat aytishimiz kerak. Bir xilgilarimiz o'zimizcha gapiramiz, o'tirib hadisdan gapiramiz. Payg'ambar bunday degan ekan. Payg'ambar unday degan ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bunaqa beodoblik qilmaslik kerak. Gapirsa hadisni oxirigacha chiroyli qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deb salovati bilan aytish kerak. U zotning nomini eshitdikmi, darhol salovat aytishimiz kerak. Darhol salovat aytishimiz kerak. Agar kimki salovat aytmasa, demak uni qalbida payg'ambarimiz alayhissalomga muhabbat yo'q azizlar. Shuning uchun ham Jibroil alayhissalom bunday insonni burni yerga ishqalansin dedilar.
ikkinchi bahonaga chiqqanlarda nima dedilar? Aytdilarki, yana xuddi shu duoni qaytardilar. Rag'ima anfurajulin yoki rag'ima anfimriin, burni yerga ishqalansin, xor bo'lsin. Shunday kishiki, agar uni uyida ota-onasi tirik bo'lsa, yo bitta otasi, yo bitta onasi tirik bo'lsa-yu, ular tirik mahalda ularning duosini, roziligini olib jannatga kirib olmaydigan farzand bo'lsa, bu ham xor bo'lsin deydilar, amin dedilar. Uyingizda ota-onangiz bo'lsa, ularning duosini olib, xizmatini qilib jannatiy bo'lib oling. Agar bu imkoniyatni qo'ldan chiqargan bola bo'lsa, farzand bo'lsa, o'sha duoga to'g'ri kelib qoladi. Uni imkoniyatini qo'ldan chiqarib yuborayotganlar qancha bo'lyapti azizlar? Qancha bo'lyapti? Tashqarida turib ko'pchilik bilmaysiz. Otalar, onalar ishlariga aralashyapmiz biz. Yig'layotganlar qancha? Mana Ramazon oylari, Qadr kechalari, hammani duosi qabul bo'ladi, magar ham ota-onaga oq bo'lgan odamning duosi qabul bo'lmaydi. Ko'pchilik xursand bo'ladiki, otam, onam meni hech qachon oq qildim demagan. Demaydi-da. Hech qaysi ota-ona bolasiga oq qildim seni demaydi azizlar. Juda ham endi jonidan o'tib ketmasa aytmaydi bu gapni. Zulm qilsa ham aytmaydi bolasiga. Ammo esdan chiqarmangki, kim ota-onasini yig'latsa, u ota-onasini oq qilganlar ro'yxatiga tushib qolgan bo'ladi. Ota-onasini ko'zida yosh chiqarib qo'ysa, u farzand ota-onasini oq qilganlar qatorida qiyomatda turilib hayron bo'lib turaveradi. Nimaga bunday bo'ldi ekan deb. Holbuki tirik mahalda ularning duosini olib, ularning xizmatini qilib, rizoligini olib olish kerak edi. Umrlari uzoq bo'lsin, otalar o'tiribdi. Ota-onani o'sha ota-ona bo'lganda biladi deb ko'p aytamiz. Farzanddan ko'p narsa so'ramaydi azizlar. Farzanddan faqatgina e'tibor so'raydi. Farzandiga gapirayotgan bo'lsa, uni yaxshiligini o'ylab gapiradi. Shuning uchun ota-ona uch marta ham duo qilibdilar. Ida dakhala Ramazon debdilar. Agar Ramazon oyi kirsa-yu, ushbu oyda jannat eshiklari ochiq, do'zax eshiklari berkilgan bir kunda ham gunohlaridan yuvilib, Ramazondan gunohlardan pok holatda chiqib olmaydigan kimsa bo'lsa, bu ham xor bo'lsin deganida amin dedi. Demak, Ramazon oyini inson Allohning bergan imkoniyati deb qabul qilish kerak. Alloh gunohlarni kechirishni va'da qilyapti. Tavbalarni qabul qilishlikni va'da qilyapti. Jannatning eshigini ochib qo'ydi, do'zaxni berkitib qo'ydi, shaytonni kishanlab qo'ydi. Mana shu kunda ham endi g'aflatda bo'lib, ichib ma'siyat qilib yurganlar qancha bo'ladi? Ramazonda qancha bunaqa gunoh. Ana o'shnaqa bo'lib yursak, Ramazon oyida ham gunoh, fujur, fisq qilib yursak, Alloh saqlasin. Ilohim bunday yurmaylik, ibodatda bo'laylik. Mabodo shunaqa gunohlar bilan yuradigan bo'lsa, haligi duoda ichiga kirib qoladi. U duo endi o'zingizlar guvoh bo'ldinglar, ikki buyuk zotning duosi. Shuning uchun bu duodan o'zimizni ehtiyot qilishlik uchun o'sha duoda aytilingan narsani qilma deganini, qilmaslik qil deganiga intilish kerak. Rasulimiz alayhisalom mana shu gapni aytganiga necha asr bo'ldi, mana sahobalardan bizga qadar yetib kelyapti. Biz doim buni qayta-qayta eslatyapmiz azizlar. Hammamiz bu dunyoga omonatmiz. Siz azizlar bugun suhbatimizda o'tirgan barchalaringiz Rasulimiz alayhissalomning bir hadislariga amal qilib o'tiribsiz. Payg'ambarimiz alayhissalom bir kuni suhbat qilyotgandilar mana shunday qilib. 3 ta birodar do'st kelib qoldi. Bu hadis. Voqea bu bo'lgan. Birlari aytdilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam suhbat qilayotganini ko'rib, suhbat bo'lyapti ekan dedi, bundoq yurib ichkariga harakat qilishga, yaqinroqqa borishga harakat qildi. Ikkinchisi aytdiki, o'zini ichida, "Yo'q, hozir men odamlar orasida o'tsam, bularni hammasini tashvishga qo'yaman" dedi-da, bir chekkada o'tirdi. Uchinchisi qaradida, indamasdan burilib chiqib ketib yubordi.
Rasululloh alayhisalom suhbat qilib bo'lganlardan keyin aytdilarki, hammasi turayotganda to'xtanglar dedilar. Jabroil alayhisalom bu xabarni olib keldi, Alloh bildirdi-da. 3 ta do'st bor ekan dedilar. Haligilarda aytibdi. 3 ta do'st bor ekan, uchalasi ilm suhbatiga kelibdilar. Birlari suhbatni yaxshiroq eshitdi deb yaqinlashibdi, Alloh ham unga yaqinlashdi. Biri odam Allohning suhbatidan odamlarni chalg'itishdan hayo qilibdi, Alloh uni gunohini yozishdan hayo qildi dedi. Ammo uchinchisi yuz o'girib ketibdi, Alloh ham undan yuz o'girdi dedilar. Shuning uchun siz azizlar bugun mana o'tirib, ham yaqin bo'lib, ham hayo qilib o'tirgan orqada ko'rdik. Ham muhabbat, ham sadoqat bilan o'tiribmiz. Inshaalloh Alloh azza va jalla mana shu savobiga dohil bo'laylik. Allohumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha va ajirna min khizyid dunya va azabil akhirah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم aziz jamoatul muslimin, hurmatli otaxonlar va ko'kalar, din qardoshlarimiz, Alloh azza va jalla ibodatlarimizni o'zi husni qabul qilsin. Alloh azza va jalla duolarimizni mustajab qilsin. Qilayotgan barcha ibodatlarimiz Allohning dargohida qabul bo'lsin, beriyo bo'lsin. Erta qiyomatda bu qilgan ibodatlarimiz kitobimizda yozilgan holatda topilmoqligini nasib qilsin. Azizlar, bizlar Alloh azza va jalla bergan bir ajib bir ne'mat bilan bir-birlarimizga munosabatimizda mehribonlik ko'rsatamiz, rahm shafqat qilamiz. Alloh azza va jalla o'zini rahmati bilan butun bandalariga rahmatdan ulush yuborib, insonlarni va hayvonot olamini qalbiga o'z rahmatidan ma'lum bir ulushlarni, qismlarni bergan. Mana shu Allohning bergan rahmati tufayli yovvoyi hayvon ham o'z bolasini yeb qo'ymaydi. Ezib olmaydi, ehtiyotini qiladi. Bizlar ham bir-birimizga mehr oqibatli bo'lishligimiz, ota-ona munosabati, farzandlar munosabati, aka-ukalar orasidagi, musulmonlar, mo'min birodarlar orasidagi hamma mehr oqibatlar, yaxshiliklar, silay rahmlar hammasi mana shu Alloh azza va jallaning bizga bergan ulug' bir rahmati, hissiyoti bilan bo'ladi. Lekin qarangki azizlar, hozir aytsamki, shu yerda o'tirgan biror bir musulmon o'g'lonidan so'rasam, onangiz judayam bir qiyin ahvolda qolib qolsa, aytaylik, ko'pchilikning ichida sarsoni sarkardon bo'lib ketyapti, o'tga qarab ketyapti, azobga qarab ketyapti, onangizni olib borib kimdir yoqib yubormoqchi, yoki otangizni shunaqa holatga qo'ymoqchi, yoki farzandingizni sudrab olib borib kimdir jazolamoqchi. Shuni ko'rsa, siz indamasdan o'tib kela olasizmi desam, birorta inson ha deb ayta olmaydi. Yo'q deydi, himoya qilaman. Onam uchun jonim fido bo'lsin, otam uchun jonim fido bo'lsin deymiz. Lekin bir kun bor ekan, qochamiz ekan azizlar. Hozirgina qorakam o'qib bergan oyat-i karimada mana shu ma'no. Sura Abasani oxirigi oyatlardan o'qidilar qorakam. Qiyomat qoyim bo'lganda deyaptilar. Vaqtiki soha, ya'ni ovoz, qiyomatni, odamlarni qiyomatda qabrdan turgizadigan ikkinchi ovoz cholinganda, sur cholinganda odamlar qabrdan chiqadi. Mahshar maydonini tushuntiryapti Alloh Qur'onda. Yawma yafirrul mar'u min akhihi va ummihi va abihi va sahibatihi va bani.
nomma-nom Alloh azza va jalla aytayapti. Bu kun qiyomat qoyim bo'lgan kuni odamlar quyidagi insonlardan qochadi deyapti. Qochadi, oldiga borishlikdan qochib ketadi. Xohlamaydi ko'rishni. Min axihi birinchi keltiryapti aka-uka birodaridan. Eng birinchi qochadigan. Va ummihi onasidan. Va abihi otasidan. Va sohibatihi xotinidan. Va banihi va bola chaqasidan. Likulli imrin minhum sha'nu yughni. U kunda hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoladi. Qiyomat dahshati shunday ekanki, u kuni azizlar hech kimga yordam bera olmay qolar ekan. Yordam berishga harakat yo'lda tursin, qochar ekan. Tafsirda mufassir ulamolar mana shu oyatni tafsirida keltiradilarki, nima uchun Alloh taolo birinchi aka-ukani qo'ydi, birodarni qo'ydi. Min axihi deyapti, holbuki yaqini ona edi. Min ummihi deb boshlash kerak edi. Odamlar qochadi onasidan, otasidan, lekin birinchi bo'lib akachilik, aka-ukachilik. O'zi aka-ukachilik, tug'ishgan aka-ukachilik bor. Dindagi aka-ukachiligimiz bor. Diniy aka-ukachilik hammasidan ustun turadi o'zi. Birodarligimiz mana shu bizni din nuqtai nazaridan birodar bo'lishligimiz. Lekin Alloh taolo aytayapti Qur'onda, min axihi, mana shu aka-ukalar bir-biridan qochadi. Nega birinchi bo'lib bundan qochadi? Nima uchun qochadi o'zi aslida? Nega qochadi? Tanimaydi demayapti, e'tibor berayotgan bo'lsangiz. Qochadi deyapti. Nega? Bir-birimizdan haqqimizni so'rab qolishlikdan qochamiz ekan. Mana shunda meni haqqi bo'lib qolgan bo'lsa, bugun meni haqqimni so'rab qolmasin kelib. Haqqi bo'lsa mendan qistab qolmasin. Nima uchun? Chunki u dunyoda endi pul bilan haq ado qilinmaydi-da. Savobidan oladi. Kelib mendan esingizdami bir paytlar mana sizda haqqim bor edi, bermagansiz. Bering endi o'shini birodar deb turib oladi Allohning huzurida. Bir-birimizni haqlarimiz, aka-ukachilik haqlari, birodarchilik haqlari mana shundan qochar ekan, bir-birini ko'rmaslik uchun. Ana bundan keyin onasidan qochar ekan azizlar. Onangizdan qochib qolasiz ekan. Payg'ambarimiz alayhisalomdan bir hadis keltiradilarki, bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyga kirsalar, Oysha onamiz yig'lab o'tirgan ekanlar. Oysha onamizdan so'radilarki, "Ma yubkiki ya Oysha?" Seni nima yig'latdi ey Oysha dedilar Payg'ambarimiz alayhisalom. Nega yig'layapsan dedilar. Zakartun nar dedilar. Do'zaxni o'ylab, qiyomatni o'ylab yig'layapman dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jufti haloli bo'lgan, hayotini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bag'ishlagan, Oysha Siddiqa taxallusini olgan Payg'ambarimiz alayhi salatu va sallamdan 3 bora kimni sevasiz deganda Oyishani degan onamiz do'zaxdan qo'rqib yig'layaptilar. O'zlari xoli o'tirib yig'lab o'tirgan hollarda Rasulimiz alayhisalom kirib qoldilar. Shunda Oyisha onamiz so'radilarki, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, u yerda siz oilangizni, ahlingizni taniysizmi?" dedilar. Najot izlayapti-da. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, "Ey Oyisha, 3 ta makon bor, vatan bor. Talata mavatin dedilar. 3 xil vatan joy borki, bu yerda hech kimni tanimaydi" dedi. 3 ta joy bor, u yerda hech kimni tanimaydi, hech kim bilan hech narsa qilib aralashmaydi dedi. Bu birinchisi indal mizon dedilar. Tarozini oldida. Taroziga amallar qo'yilayotgan mahalda hatto onamizni tanimaymiz azizlar. Hatto onamizga qaramaymiz. Hatto eng suyukli farzandimizga qaramaymiz. Hatto aka-ukamizga qaramaymiz azizlar. Chunki o'sha tarozida amalim og'ir kelarmi degan o'z tashvishimiz bilan ovoramiz. Rasululloh alayhisalom aytdilar, indal mizon, tarozini oldida hech kim tanimay qoladi. Ikkinchisi indal kitob berilayotgan mahalda. O'ng qo'limdan berilarmikin, chap qo'limdan berilarmikin, kitobimni o'qing deydigan paytda
o'ng qo'lmi, chap qo'lmi deb o'ylab turgan mahalda hech kim bilan tanimay qoladi, o'zi bilan ovora bo'lib qoladi. Va inda sirot va ko'prikdan o'tishlikda, sirot ko'prigidan o'tishlikda hech kim bilan tanimay qoladi. Rasululloh alayhisalom shu gapni aytdilar Oysha onamizga. Hozir yuqoridagi oyati karimada ham ayni mana shu ma'nosini Alloh beryapti. Mahshargohda hech kimni tanimaslik yo'lda tursin, qochyapti. Birodaridan, aka-ukasidan, onasidan, otasidan. Nima uchun qochamiz? Chunki ota-onamiz bizdan so'rab qolar ekan, bolam, men senga ota bo'lib, ona bo'lib qancha xizmatingni qilganman. Seni deb ibodatlarimdan qolganman. Seni boqaman deb men har xil ishlarni qilib qo'ygan ekanman. Buni orqasida faqat sen uchun bo'lgan bolam. Bir varaq savobingdan bergin desa, qochamiz ekan yo'q deb. Buni tasavvur qila olmaysiz hozir. Bo'lishi mumkin emas deysiz, lekin oyat aytib turibdi. Alloh aytayapti, o'sha qiyomatni qoyim qiladigan zot bizni ogohlantiryapti. Ey deyapti, bandalarim, ertaga ota-onangizdan ham qochasiz deyapti. Yordam bera olmaysiz, yordam berishga qodir ham bo'lmaysiz, yordam berishni xohlamaysiz ham, qochasiz. Nahot inson xo'p onasidan qochar ekan, otasidan, ana bundan keyin va sohibatihi deyapti, jufti halolidan bu dunyoda Layli va Majnun bo'lib, vaqti kelganda mana shu xotindi deb onadan kechgan. Vaqti kelganda mana shu xotindi deb onasiga gap qaytargan. Vaqti kelganda mana shu xotindi deb hamma narsadan kechgan edi. Endi qiyomatda mana shu xotindan qochar ekan, xotin undan qochar ekan. Nima uchun qochamiz? Chunki ayolimiz kelib bizdan haqqini so'rar ekan, meni mahrimni bermagansiz, unimi bermagansiz bering deb. Qochib qolar ekan, ko'rinmaslikka harakat qilar ekan. Va bani va bola chaqasidan qochar ekan. Bolalaridan ham toqat yetmay qolar ekan, qochar ekan. Likulli imri'in minhum sha'nu yughni. Chunki hamma o'zi bilan o'zi ovora. Wujuhu yawma idin musfira, zohikatun mustabshira. Alloh aytayapti oyat karimada. Endi o'sha kuni shunaqa bir yuzlar bo'lar ekan. Shunaqa yuzlar bo'lar ekan, ular nurli bo'lar ekan. Zohikatun mustabshira, tabassumli bo'lar ekan. Xursand, mubosharatan bashoratli, xursandlik ko'rinishda bo'lar ekan. Shunaqa yuzlar bo'lar ekan. Ular savob amallarni qilgan, qo'rqmayotgan, hamma amalini Alloh uchun qilgan. Va yana shunday yuzlar bo'lar ekan. Va wujuhi yawma idin alayha ghabara, tarhaquha qatara. Yuzlarida g'uborli, qorayib ketgan yuzlar bo'lar ekan. Qiyomatdan turayotganda o'sha yuzidan ma'lum bo'lib qolar ekan odam. Chunki insonning ichidagi hissiyotini yuz bildiradi. Hozir birontasi qo'rqib ketsa, rangi oqarib ketadi. Aytamiz, qo'rqib ketibdi, rangi oqarib ketdi deymiz. G'azablansa qizarib ketadi. Qizarib ketdi, rangi nima uchun g'azablandi, qorayadi odam. Xuddi shuni aytayapti qiyomatda ham Alloh taolo. Ba'zi yuzlar bo'lar ekan tabassumli, rohatli, ba'zi yuzlar bo'lar ekan qoraygan, g'uborli. Ana o'sha qorayib ketgan o'sha g'uborlilar, ulaika humul kafaratul fajara. Ana o'shalar Alloh taologa kufr keltirgan va Allohga fujur keltirganlar. Ana o'shalar azizlar qorayib ketadi deyapti. Payg'ambarimiz alayhissalom Oysha onamizga haligi gapni aytdilar. Bu biz uchun aytildi. Men aytmoqchimanki azizlarim, yoshlar o'tiribmiz hammamiz. Demak, har qancha mehrimiz, oqibatimiz bo'lsa bu dunyoda qilib olaylik. Bu dunyoda qila olmaymiz ekan. Na otamizga, na onamizga, na bolamizga. Shuning uchun bu dunyoda qilib oling. Qanday qilib qilish mumkin bu dunyoda? Bir-birimizni ibodatga chaqiramiz. Bir-birimizni yaxshilikka chaqiramiz. Oysha onamizni yig'labdilar, biz ham bir tomchi bo'lsa ham ko'zimizdan Allohning azobidan qo'rqib yosh chiqarishimiz kerak mana shu dunyoda. Bu dunyoda foydasi yo'q azizlar. Hayotimizda xuddi bizga jannat va'da qilinib qo'yganidek,
xuddi bizni hamma amalimiz Allohning qoshida qabul qilingandek biror marta ko'zimizdan bir tomchi yosh chiqarmasdan o'tib ketayotganlarimiz bor. Payg'ambarimiz alayhisalom duo qilardilar, Allohim ko'zimni yoshlamaydigan qilib qo'ymagin deb. Ko'zni yoshlanmay qolishligidan Alloh saqlasin. Shunday sahobalar bo'lganlar, sahoba bo'lganlar, Alloh ulardan rozi bo'lgan degan so'ziga loyiq bo'lgan sahobalarda ko'zlaridan oqqan yoshlari natijasida ko'zni ostida ariqqa o'xshab bundoq chiziq bo'lib qolar ekan, yig'lavergan edi. Nima uchun? Allohning azobidan qo'rqib. Alloh azza va jallaning azobidan qo'rqib yig'lab, Allohga istig'for aytib, bu dunyoda o'sha farzandimizga u dunyoda yordam bera olmaymizmi? Bu dunyoda yordam berishimiz kerak. Agarki kimni farzandi ertalab bomdodga uxlab turganini ko'rib, "Men bolamga rahmim keldi, uxlaversin, charchagan" desa, u dunyodagi eng qahr qattiq ota-ona bo'ladi. Chunki azobiga rozi bo'lyapti. Uni uyg'otish kerak, uni boshini silab uyg'otish kerak. Bolam, bugun men senga yaxshilik qila olmayman. Bugun men senga mehr ko'rsata olmayman. Bugun men sendan qocha olmayman. Tur bolam, ibodatingni qil. Boshingni sajdaga qo'y. Allohga istig'for ayt deb aytilish kerak bugun azizlar. Bugun onangiz hayotligida, otangiz hayotligida bugun ularga yaxshilik qiling. O'tib ketganda ham hozir hayot bo'lib turganimizda imkoniyat bor. Savoblaringizni qiling, ota-onangizga bag'ishlang. Yaxshi ishlarni qiling, ota-onangizga bag'ishlang. Ularni daftariga yozsin. Bu dunyoda hech narsa qila olmaymiz. Faqatgina bu dunyoda. Shuning uchun Alloh azza va jalladan so'rab qolaylikki, Alloh qiyomatda bizni hammamizni yuzimizni tabassumli qilsin ya Rabbi. Allohumma ahsin oqibatana fil umuri kulliha va ajirna min khizyid dunya va azabil oxirah. Allohu akbar. Assalomu alaykum. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيز جماعة المسلمين، hurmatli otaxonlar, aka-ukalarimiz, Alloh azza va jalla hammalarimiz ibodatlarimizni qabul qilsin. Hammamiz biror bir joyga safarga bormoqchi bo'lsak, safarga tayyorgarlik ko'ramiz. Nimalar qilishimiz kerak? Uzoq safar bo'lsa, safarni tadorigini ko'ramiz. Uchoqda uchmoqchi bo'lsak, uni qachon uchishini olamiz, biletini olamiz, uchadigan joyimizni, boradigan joyimizdagi mehmonxonamizni, kim bizni kutib olishi, qanday holatda bo'lishi, hammasini reja qilamiz. Rejasiz hech yoqqa chiqmaymiz. Agar rejasiz chiqsa, odam qiynalib qoladi. Shuning uchun albatta reja qiladi. Endi yana bir safarimiz bor ekanda azizlar. Bu safar bu dunyodan ketish safari ekan. Ehtimol bu mavzu biroz og'irroq bo'lar. Ko'pchilik ayni mana shu mavzuni xohlamaydi. Bandamizda yashashni yaxshi ko'ramiz, hayotni sevamiz. Shuning uchun shu vafot qilish, oxirat haqida, o'lim haqida kamroq gaplashishlikni ma'qul ko'ramiz. Biror joyda shu mavzuda gap bo'lsa, yaxshi gaplardan gaplashaylik deb qo'yamiz. Boshqa mavzuga o'tib ketamiz. Lekin aslida bu yaxshi gap azizlar. Hozirgi aytganimdek, safar tadarrugi, biz hammamiz bu darvozadan kirib, nariga darvozadan chiqib ketishlik uchun navbat kutib turibmiz-da. Navbatimiz qachon keladi, Allohning o'zi biladi. Men bu mavzuni ko'tarishimga sabab, hozir ehtimol ichimizda o'tirgandir bir birodarimiz, oldingizga kirib yuzma-yuz gapirgani xijolat bo'ldim deb telefonimni shogirdlarimizni olib telefon orqali menga chiqdilar. O'tirgan bo'lsangiz, sizni ismingizni ham bilmayman, birodar. Chunki ko'rmadi, ismlarini aytishni ham xohlamadi. Yig'lab turib gapirdi. Bir armonini aytdilar. Safardayligimda onam olamdan o'tib qoldi, domla. Qay ahvolda ketdilar ekan, qanday bo'ldi ekan? Nima qilsam soviyman, nima qilsam ko'nglim tinchiydi. Endi telefonda uzoq gapirib ko'nglingizni tinchitishni imkoniyatini qila olmadim. Qolaversa, men uzr so'rayman, birodar. Sizda har doim namozingizda bo'lyapman deb menga aytdingiz. Men juda ham shoshilib turganligim uchun
gapni cho'zmadimda, birodar, keyin gaplashaylik, men bir joyga kirib ketyapman, bir tadbirga kirib ketyapman. Qo'yib qo'ydim telefonni. Lekin juda o'zim o'sha ko'nglim bir oz g'ashlanib qoldi. Shu bir inson, bir muxlis, bir mu'min musulmon telefon qiluvdi-yu, shu birodarimizni bir ko'ngliga taskinlik bermadim-da deb 2-3 kundan beri o'sha qalbimda bir o'tib yuradi-da. Endi insonning qalbi juda nozik bo'lar ekan. Shuning uchun mayli o'sha birodarimiz o'tirgan bo'lsa, u birodarimiz orqali siz azizlarga ham bu bo'lib qolsin degan ma'noda shu mavzuni tanladim, agar ruxsat bersalaringiz. Bu dunyodan kuzatishlik, bu dunyodan ketishlik mu'min uchun juda qo'rqinchli narsa emas ekan azizlar. Men o'zim ham o'ylanib yurardim. Dunyodan ketishlikda o'ylaganimizda qo'rqar edik, dahshatli ko'rinardi. Lekin bir sahih hadis bor ekan. Bu hadisni ko'proq Barro ibn Ozibning hadisi deb yuritilar ekan. Mana shu sahoba aytib bergan. Mana shu hadisni men qayta o'qiganimdan keyin to'g'risini aytsam sizlarga, qalbimda bir ajib bir xursandchilik paydo bo'ldiki, buni ayta olmayman. Mu'min bo'lganligim uchun, musulmon bo'lganligim uchun Allohga hamd sano aytib yubordim. Mu'min musulmon qilib yaratganligi uchun Allohga minglab sanolarim, hamdlarim bo'lsin dedim. Men o'ylaymanki, siz ham hozir bu hadisni eshitib qalbingizda minglab Allohga hamd aytasiz, chunki mu'min qilib yaratganligi uchun. Keling, hadisni o'rganamiz. Oddiygina mu'min, oddiygina bir musulmon kimsani oxirat safariga ketishi. Musnadda keltirilibdi. Barro ibn Adib aytibdi radhiyallohu anhu: "Kharajna ma'a Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam fi janaza. Fi janazati rajulin min al-ansar. Fantahayna ila al-qabri wa lamma yulhat." Ansoriylardan bir kishining janozasiga chiqdik deb aytibdi sahoba Al-Barro ibn Azib. Payg'ambarimiz alayhissalom bilan bu janozaga chiqdik. Bir ansoriy odamning janozasi edi. Qabrning oldiga borganimizda qabr hali tayyor bo'lmagan ekan, kavlanayotgan ekan. Fajalasa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va jalasna havlahu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelib o'tirdilar. Kutib qoldi, endi ancha turish kerak-ku, kavlanyapti. Biz ham u zotning atrofiga o'tirdik. Ko'zingiz oldiga keltiryapsizmi voqeani? Rasulimiz alayhissalomda sahobalarni hayotlarini ko'z oldiga keltirib qilish kerak. Tasavvur qiling, Baqiy qabristoni. Chiqdik. Rasulimiz alayhissalom chiqdilar, qarasa qabr kavlanyapti. Indamasdan o'tirdilar. Butun sahoba atrofida o'tirdik, aylanma qilib o'tirdik. Ka'anna ala ru'usina at-tayr. Biz shunday o'tirar edikki, shunaqa darajada haligi Rasulimiz alayhissalomda oldida odob bilan o'tirardik, go'yoki bizni boshimizga bir qush kelib qo'nib olgan u qimirlasak uchib ketadi deyapti. Shunaqa darajada o'tiribmiz. Bir qush kelib qo'ngan odam kabi o'tiribmiz. Rasulimiz alayhissalatu vassalamning qo'llarida va fi yadihi ud, bir cho'p bor ekan. Shoxcha. Daraxtning bir shoxchasi. Haligi shoxchani olib, yan kutubihi fil ard. Shoxtimda qilib, haligi ust chiziq qilib, chizib o'tiribdi ekan yeriga. Shunaqa odat bo'ladi-ku, qo'limizda cho'p bo'lsa, payg'ambarimiz alayhisalom ham shunaqa qilib, bundoq qilib yerda chizib o'tiribdilar. Farfa'a rasahu va qala ista'izu billahi min azabil qabr. Marratayn aw thalathan. Keyin Rasulimiz alayhissalatu vassalam haligi cho'pni chizib o'tirib birdan osmonga mundoq qilib qaradilar. Keyin pastga qaradilar. Mana shuni 3 marta qaytardilar yoki so'zi bilan 3 marta aytdilar-da, shunday qilib turib ista'izu billahi min azabil qabr dedilar. Alloh taolodan qabr azobidan panoh so'raylar dedilar. 3 marta shu gapni aytdilar. Allohdan qabr azobidan panoh so'raylar dedilar-da. Thumma qol. Keyin Rasulimiz alayhissalom mu'min bandani bu dunyodan ketishini gapirib berdilar. O'tiribdilar-da, endi kutib qolishdi. Shunda hammada haligi savol
uyg'onib turgani tabiiyda. Chunki bir ansoriyni dafn qilyapti, hammani xayolidan o'tyapti. Bu nima bo'ldi ekan? Qanday ketdi ekan? Ana o'shini endi oddiy bir mu'minni siz bilan bizni safarimiz haqida aytib beryaptilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytibdilarki, bir mu'min banda bu dunyodan ketish payti keldi. Dunyodan uzilib, oxirat iqboli yaqinlashdi. Nima bo'ladi azizlar shu paytda? Rasululloh alayhisolam aytibdilar: "Nazala ilayhi malaikatun minas sama, baydul wujuhi ka'anna wujuhuhumush shams." Mu'min banda bu dunyodan ketish paytida hali jon oluvchi farishta kelmasdan turib, Alloh azza va jalla osmondan yuzlari quyosh kabi charaqlagan bir farishtani yuborar ekan. Yana bir hadisda ikki farishta degan, malakani degan ikki farishta keladi. Yuzi xuddi quyosh kabi. Azizim, jon berayotgan odam bir olim emas. Oddiygina bir mu'min. Oddiygina bir musulmon kishi jon beryapti. Oddiygina bir musulmon kishi bu dunyodan ketyapti. Ana o'shinni iltifoti kutishini qarang. O'sha farishta yuzlari charog'on bir quyoshdek keladi. Uning qo'lida jannat kafanligidan bir kafanlik bo'lar ekan. Nurdan bo'lganda u. Haligini ko'tarib kelar ekan. Bu hanut min hanutil janna. Haligi kafanlikka jannatdagi muattar o'simliklarning hidlari bilan muattarlangan hanut bilan. Kafan ham oddiy kafan emasda, nurdan bo'lgan chiroyli kafan hamda unda muattar hidlar turibdi. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Haligi bu dunyodan ketayotgan odamni o ko'zi tushadigan joyiga kelib unda o'tirar ekan. Biz ko'rmaymiz ekan atrofdagilar. Ba'zan bizda shunaqa holat bo'lganda o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoldi deb qo'yamiz. O'shunaqa holatda ishtirok etganlar aytamizki, bu odam hech kim tanimayapti, o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoldi. Bitta nuqtaga qarab o'tiribdi deymiz. Atrofidagilar ko'rmas ekan. O'sha ketayotgan safariga chiqib ketayotgan odam ko'rar ekan. U indamasdan kelib qo'lida haligi nurli muattar kafani bilan o'tirar ekan, yaji'u malakul maut. Ana bundan keyin jon oluvchi farishta kelar ekan. Birodar, savol bergan birodar, sizni onangizni bu dunyodan ketishini aytib beryapman. Inshaalloh. Onam qanday holatda ketding deb tashvishlanayotdingiz. Albatta onangiz mu'mina ekanligini, namozxon, ro'zador bo'lganligini aytdingiz. Ana o'sha holat. Jon oluvchi farishta kelar ekan. Hatta yajlisu inda rasihi, hatto kelib boshini oldiga o'tirar ekan. Qarang. Judayam mayillik bilan, judayam yumshoqlik bilan ukhriji ayyatuha nafsul mutmainna. Tinchlangan nafs, chiq endi dedik. Ruhga aytayapti. Tinchlangan ruh, chiq endi. Chiqing endi bu yoqqa. Ukhriji ila mag'firatin minallohi va ridvan. Allohning mag'firati va Allohning rizoligi uchun chiq endi. Murojaatni qarang. Murojaatni qarang azizlar, unga ruhni qabz qilish buyurilgan edi. Lekin shunaqa bir odob bilan o'tirib aytayaptiki, tinchlangan, sokin ruh, sokin nafs, mag'firat uchun, taskinlik uchun, rizo uchun chiq endi. Va takhruju tasilu kama tasilu al-qatra min fayyi siqa. Shunaqa chiqar ekanki, tushuntirsam, bir idish bo'lsa, bir baqlashganimiz bo'lsa. Aytayaptiki, oxirgi tomchi kabi deyapti-da, idishdagi tomchi. Suvni to'kib yuborgandan keyin bundoq qilib oxirgisini qilib tursangiz, eng oxirgi qolgan bir tomchi suv sekin sizilib tushib ketadi. Eng oxirgi tomchi. Xuddi shunaqa deb aytayaptilar Payg'ambarimiz alayhisolamning gaplarida bu. O'sha idishdan deyapti, tomchi suv qatramda oqib chiqqandaqa chiqar ekan haligi ruh. Sekin chiqib borar ekan juda chiroylilik bilan. Fayakhudhuha fi da akhadha lam yad'uha fi yadin tarfat ayn hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dalika al-kafan. Haligi ruh chiqishligiga endi nariga farishta kutib turadi-yu.
qo'lidagi kafanlari bilan. Shundoq hech qancha vaqt o'tmasagan darrov olib turib haligi muattar kafanga o'rab olar ekan ruhni. O'sha xanutdan bo'lgan muattar kafanga o'lar ekan. Fayakhruju minha كالطيب نفحا مسك وجدت على وجه الأرض. Haliga kafanda o'ragandan keyin undan shunaqa bir misk ambarlarni hidi chiqib butun yerni qoplab orar ekan, qarang. Muattar bo'lib ketar ekan. Ana bundan keyin o'shini olib haligi farishta osmonga qarab uchar ekan. Ko'tarilar ekan. Osmonga chiqqandan keyin har bir osmonga chiqqanda u yerda malaim min malaikat farishtalardan bo'lgan jamoa kutib olar ekan. Haligi ko'tarib olib chiqib ketayotganda farishtalar hayron bo'lib olib chiqib ketayotgan farishtaga aytar ekanki: "Ma hada ruhut tayyiba." Bu muncha ham shirin ruh ekan, ha? Muncha ham yaxshi ruh ekan bu. Kim bu? deb so'rar ekan. Fa yaqulu ruhu fulan ibn fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fi dunya. Hali farishta bu dunyoda u odamni qaysi ism bilan aytishlikni yaxshi ko'rgan bo'lsa, shu ismi bilan aytar ekan. Hali farishta olib chiqib ketganda kim bu desa, haligi birodarimiz onasini hozir aytgan onasini ismlarini aytmovdi menga. Falonchixon, falonchini qizi deb aytar ekanda. Fayaqulullohu azza va jalla. Alloh taolo hatta yuntaha bihi ila sama'i sabi'a 7-ga borib to'xtagandan keyin Alloh azza va jalla aytar ekanki: "Uktubu kitaba abdi fi illiyin." Mana bu bandamni ismini illiyinga yozib qo'yinglar. Shu yuqoridagi eng oliy joyga yozinglar. Va aiduhu va uni endi pastga qaytaringlar. Ruhiga qaytaringlar, chunki men va'da berganman, tuproqdan yaratdim, yana tuproqqa qaytaraman va tuproqdan qayta chiqaraman deganman. Shuning uchun qaytaringlar deb, azizlar, u paytda bu ahllar bundan biz bexabar mayitni, jasadni yuvib, kafanlab, hurmat qilib, janozasini o'qib dafn qilamiz. Biz bilmaymizki, ruh o'sha tepada mana shunday malakut osmonida turibdi. Qabrga qo'yilgan jasadga ruhni Alloh taolo qaytarar ekan. Mana shu hadis bu yerda aqida to'g'risida ham borda hujjat o'shin uchun. Ana Alloh azza va jalla aytar ekanki: "A'iduhum va minha ukhrijuhum taratan ukhra." Qaytaringlar, men uni boshqatdan chiqaraman. Fatu'adu ruhuhu ila al-ardi fayatihi malakan. Ruh yerga qaytarilgandan keyin ana ikkita farishta kelar ekan. Ikkita farishta kelib, ular u haligi ruhni oddiy jasadni o'tkazib, siz bilan bizga mashhur va ma'lum bo'lgan savollar beriladi. Man robbuka? Robbing kim? Robbi Alloh azza va jalla. Robbim Alloh azza va jalla. Yana so'rar ekan: "Ma dinuk? Dining nima?" Fa yaqulu dini al-islam. Mening dinim islom dinidir. Fa yaqulan, yana so'rar ekanlar ular: "Mada rajul allazi bu'atha fikum?" Mana bu sizlarga yuborilgan kishi kim bo'ladi? Rasulimiz alayhisolatu vasallamning surati, ko'rinishi ko'rsatilar ekan. Mana bu zot haqida nima deysan? Bu zot kim desa, huwa Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb javob beramiz ekan inshaalloh. Qayerdan bilding buni desa, qara'tu kitaballohi azza va jalla fa amantu bihi va saddaqtuhu deb aytamiz ekan. Va saddaqtu. Allohning kitoblarini o'qidim, iymon keltirdim va buni tasdiqladim. Osmondan bir nido eshitilar ekanki, mening bandam rost gapiryapti. Uni qabrini kengaytirib qo'yinglar. Jannat liboslarini kiydirib qo'yinglar. Jannatdan darcha ochib qo'yinglar. Shunaqa hurmatli ehtirom. Shu payt bir ajib holat qarang. Fayatihi rajulun hasanul wajhi. Shu payt bir odam kelar ekan, bir kishi kelar ekan, yuzi nihoyatda chiroyli ekan. Qabrga keldi. Bu ertak emas-da azizlar, hadis bu. Haligi mayit oldiga kelar ekanda juda ham chiroyli yuzda kelib, senga xursandchilik bashoratini beraman, ya'ni senga jannat bashoratini beraman desa, banda aytar ekanki, men seni tanimayapman, kimsan o'zi? Yuzing juda ham tanish, juda chiroyli desa, tanimayapsanmi meni? Yo'q, tanimayapman.
men seni qilgan amalingman deyarkan. Qilgan amallarimizni inson ko'rinishida qabrga olib kelib qo'yar ekan. Shuning uchun aytamiz ekanda, qabrda munis bo'lsin, ulfat bo'lsin. Qilgan amallari qabrda o'ziga ulfat bo'lsin deb aytamiz, duo qilamiz. Qilgan amallari o'ziga hamroh bo'lsin deb aytamiz, duo qilganimizda. Mana shu bo'lar ekan. Qilgan hamma yaxshi amallari o'sha odamga oldiga ulfat bo'lib kelar ekan. Ana bu odamga jannat eshiklari ochib qo'yilar ekan. Juda chiroyli, juda go'zallik bo'lar ekan. Haligi odam bu hurmatni ko'rib, haligi bashoratni eshitgandan keyin aytvoramiz ekanki, Robbi aqimis sa'a. Robbi aqimis sa'a hatta arji'a ila ahli va mali. Ya Robbi, qiyomatni boshlagin deyorar ekan. Endi qo'rqmaydi-da. Qiyomat boshlagin, men oilamga qaytay, oilam oldiga boray deyorar ekan. Mana shunday bir xursandchilikni bashoratini berar ekan. Demak, musulmon banda bu dunyodan mana shunday hurmat va izzat bilan ketar ekan, azizlar. Bitta mu'minni olib ketish tadorigini aytdim men. Siz mendan yo'qligimda onam olamdan o'tdi, nima hol bo'ldi ekan degan birodar sizga bo'ldi bu javob. O'tiribman deb aytgan edingiz, ehtimol keyin ko'rishib qolarmiz. Onangiz siz bo'lsangiz ham, yo'q bo'lsangiz ham mu'mina bo'lganligi uchun shu hurmatda ketdi. Va shuning bilan bu yerda o'tirgan azizlarimizni kimimiz otamizdan, onamizdan ayrilgan bo'lsak, xuddi shu hurmatda ketdi inshaalloh. Xuddi mana shunday qilib kuzatildi. Va Allohdan so'raymizki, bizni ham Alloh mana shunday hurmat bilan olib ketadigan mu'minlardan qilsin. Allohumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha va ajirna min khizyid dunya va azabil oxir bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.